Rustam Media taqdim etadi. Polislarda qiynalib pul topgan, O'zgartda yurgan ozod hurlar, pul topib o'tayu onasini yo'qotgan. Ey mening bechora musofirlarim, yozda kuyib qishda sovuq qotgan, oilam deb yurgan o'g'il qizlarim, jigarlarim jasadini jo'natgan. Ey mening bechora musofirlarim, yomonlar so'zida mardikor bo'ldi, Alloh nazdida oltin durlarim, halol mehnat qilib uyatdan o'ldi. Ey mening bechora musofirlarim, yurtingizda ish bo'lsa ishlamasmidiz, oilangiz davrasida qishlamasmidiz, rulondan ko'ra qotgan non tishlamasmidiz. Ey mening bechora musofirlarim, haq so'zni qo'rqib aytaman aram, er yuzini bosdi-ku musofir qaram, qo'shig'imdan asabiy bo'lmasin taram. Ey mening bechora musofirlarim, Rus, Koreya, ingliz, turk yordamdagi eshitib, erta kelib ishdan juda kech ketib, necha yilda bir kelib uyga oxi yana qaytib ketib, umrini yo'qotgan musofirlarim, yoshligi so'gligi umrini so'tgan, kimlarning gaplari yurakka botgan, arzon deb bir uyda ko'pchilik yotgan. Ey mening bechora musofirlarim, patent, ijaraxona, registratsiya yo'g'i, rulon kelgan aksiya, karantindan qutulib, endi politsiya, xudo rahmingiz bo'lsin musofirlarim. Osmon po'sha binoda yurasiz suzib, oylik bermasa umidni uzib, sog'inch ko'p qiynaydidek yurakni ezilib to'kilgan musofirlarim. Deysizku ki yaxshiman, hammasi yaxshi, rizqimizga yozilgan Allohning xohishi. Shar demang, asli bu o'zbekning ko'z yoshi, siz uchun bayt bitilib musofirlarim. Ey meni sabr qilgan musofirlarim, yo'samada bo'lmas dardimiz ko'pdir, haq so'zim kimlardir misoli o'qdir, lekin ulardir biz bilan parvo yo'qdir. Ey mening bechora musofirlarim,